37 dan boshladik. 1 dan 35 gacha ko'rganmiz. A sonini 30 ga bo'lganda, nima bunaqa deb yozyapti? A sonini 30 ga bo'lganda 24 qolib qolar ekan. 24 qolib qolar ekan. 20 qolib qolar ekan. 20 qolib qolar ekan. Tur A sonini 15 ga bo'lgandan qolibni toping. Nima qilamiz? 30 ga bo'lganda 20 qolib qoladigan son qaysi edi? Eng kichigi 20. 20 ni o'zi edi. Keyin safar aytadigan, kichkina sonni katta songa bo'lsak, kichkina sonni o'zi chiqadi deb. Demak, A teng necha ekan? 20. 20. Bizdan shu 20 ni to'rtga ko'paytirganda necha chiqadi? 80. 80 mi? Ne deb yozay? 4 ko'paygan 20 teng 80 a. Shu 80 ni aytyapti 15 ga bo'lgandan qolib toping. 15 ga bo'ladi. 80 ni 15 ga bo'lib qo'yamiz. Nechadan beraman? 5 dan. 3 ta bersa 45 bo'lib qoladi. 5 dan. 75 5 ta bersak 25, 75, 5 qoldi. Javobimiz 5 qoldi qayta. Tushundinglarmi? Kichkina sonni katta songa bo'lsak, shu sonni o'zi chiqar ekan. 39-chi. A sonini 75 ga bo'lganda 18 18 qolib qolar ekan. Nima degan shartda? Bo'lganda 18 qolib qolar ekan. O'sha A sonini 9 ga bo'lgandan qolibni toping. A ni topib, 3 ga ko'paytirib 9 ga bo'lingan. A nechiga teng? A bizda 18 o'ziga teng. 18 75 ga bo'lsak 18 chiqadi. 18 qolib qoladi. A teng 18. 3 ni 18 ga ko'paytirib 2 sonni 7 ga bo'lganda nosravishda 3 va 5 qolib qoladi. Ikkita son bor ekan. 7 ga bo'lsak 3 va 5 qolib qolar ekan. Qaysi sonlar? 3 bilan 5 de. 3 bilan 5. Bu sonlar ko'paytmasdan 2 ga bo'lgandan qolib qoladi. Mesela nimani so'rayapmizki? 3'ü 5 ga ko'paytirib 7 ga 15 ni 7 ga bo'lgandan qolib so'rayapmiz. 2 sonni 9 ga bo'lgandan nosravishda 4 va 7 qolib qoladi. Qaysi sonlar? 4 bilan 7. Bu sonlar ko'paytmasini 9 ga bo'lgandan qolib 4 ko'paygan 7 28 ni 9 ga bo'ladi. 2 sonni 10 ga bo'lganda nosravishda 5 va 2 qolib qoladi. 10 Yo'q, endi shartlash. Qaysi sonlar? 5 va 2 mi? 5 bilan 2. Shu sonlar kvadratlari yig'indisi. Kvadratlari 2 ga ko'paytirib Kvadratlari nima degani? 5 Kvadratlari yig'indisini 11 ga bo'lganda qolib qoladi. 5 ning kvadrati 25 plus 4 29 ni 11 ga bo'lamiz. 2 tadan 22 qoldi. 7 qoldi. 7 qoldi. Osongina masalalarni ana qiyinga o'xshab tuyulgani bilan masalani aytgan gaplarni bajarib boraversak chiqib kelar ekan. Eng asosan asosan eslaydiganimiz kichkina sonni katta songa bo'lsak, sonni o'zi chiqishini bilsak bo'ldi ekan. 47. 2 son 7 ga bo'lganda nosravishda 2 va 7 qolib qoladi. Nima ekan? Qaysi sonlar ekan? 2 va 4 ni 7 ga bo'lganda shu qolib qoladi. Bu sonlar kublari yig'indisini 7 ga bo'lganda. 2-3-chi. 4-chi. Yig'indisi. 4 To'xtab tur. 2-3-chi nechiga teng? 2-3-chi 6 ga. 2-3-chi nima degan? Ko'paydi. Ishlagansan hali kichkina kitobda. Tamam. 2-3-chi degani 1, 2, 3 ta 2 ni bir-biriga ko'paytiradi. Necha bo'ladi? 8. 8. Bu 4-3-chi. 4-3-chi. To'xtab tur.
Ha? 60. 64 mi? Qo'sharkanimizmi? 864 ni qo'shsak 72 ni nima qil deyapmizda? 47 dan 7 ga bo'lganmi? 2 oldu. 2 oldu. Yok. 2 oldu. 10 ta bersak 70. 2 oldu. 2 oldu. Oldu. İki sonni 12 ga bo'lganda mos ravishda 5 va 6 qolib qoladi. Qaysi sonlar ekan? 5 Bu sonlar yig'indisining kvadrati. 5 ile 6'ını koşarız. Shuning Yani kvadrati. 12 kvadrat. 11 ikincisi. 11 kere 11. 121 ni 12 ga bo'lgandagi qoldiqni 1 so'raymiz. oldu. 10 tadan bersak 10 da veremiz. 120 1 kaldı. 1 kaldı. qoldi. 37 'ga Judayam oson. 6 50 'ga chiqadi. 36 ni 57 ga ko'paytirsak 37 'ga Oldi ko'paytirsak beraman. 37 'ga Juda oson, o'zi. Bo'ladi. Mana 56 dan 65 gacha xuddi shunaqa. O'zimiz ishlaylik, do'stlar. O'zini ishlaysizlar. 65 gacha. Masalan 65 ko'raylik. 28. 28 ko'paygan 36 ko'paygan 16 ko'paygan 19 ko'paygan 17 ko'paygan 16. 28 ni 36 ga 16 ga ko'paytirib chiqish shartmasa 8 kira 6 nechida? 48 ni 8 ni olamizda, yana 8 kira 6. 48 ni 8. Bu oxirgi raqamimiz 8 ekan. Endi buni ayiramiz. 9 kira 7. 63 63 3 kira 6 18 ni 8. Ayirsak 0 chiqar ekan. Oxirgi raqam topishtiramiz. Ikkalasi tengmas, oxirgi raqami 1 xil ekan. Buni oldida qanaqadir son bor. Qanaqadir son bor. Faqat oxirgi raqami bor. 210 mi, 120 mi, 340 mi degan son chiqadi. Bo'ladimi? Yana misol ko'raylik. 62. 16 ko'paygan 16 ko'paygan 18 ko'paygan 12 7 ko'paygan 5 ko'paygan 13. 6 kira 8. 8 8 kira 2. 6. Doğru mu? 7 kira 5. 35'i 5. Oxirgi raqamni bırak. Endi nima bo'ldi ona? Mana uni. Hop. 4 deb turay. 4 emas, 1 deb turay, 11 deb turay. Mana shunaqa son dedi deylik. 7'ni 7 kira 26 bo'lib qoladi. Mana uni aytaylik 7 deb turaman. 7 ko'paygan 11 ko'paygan 17. Oxirgi raqam nechi bo'ladi? 9. 7 kira 1 7, 7 kira 7 49 bo'lib qoladi. 49. Shunda nima qilamiz endi? Oldudan 9 ay. Qanday aytamiz? Minus. Yo 9 oldu. 6 koyarız. Yo'q. Baba ne ol veremiz? 26 dan 19 ni ayirish uchun nima qilamiz? Ha? Qarz olamizmi? Bu ham ayirish, faqat bu oldi emas. Oxirgi raqam oldi. Bundan oldin sonlar bor. Qanaqadir sonlar bor-da. Misol uchun 16 ni 18 ga 12 ga ko'paytirsak 6 degan joy chiqmaydi-ku. Oxirgi raqam 6 chiqadi xolos. To'g'rimi? Bundan oldin nechtadir raqam bor. To'g'rimi? Endi buni ham ko'paytirsak nechtadir raqam bor. Faqat oxirgi raqam 9. Endi oxirgi raqamlarni ayirayotganda nima qilardik? O'zidan oldingi sondan bitta qarz olarmidik. Bu necha bo'lib qolar ekan? 16. 16 dan 9 ayirsak 16 dan 9 ayirsak 7 bo'lib qolar ekan oxirgi raqam. Tushunarlimi? Demak, nima qilar ekanmiz? Agar mana kichkina bo'lib qolsa, mana yerga 1 qo'ya olar ekanmiz. 1 bor deb tasavvur qilamiz. 2 qo'ysang ham 29 26 dan 9 ayirsak 17 chiqadi, oxirgi raqam 7 bo'lib qoladi. To'g'rimi? Yozib oling-a.